aytganlari chiqdi. Hosili ham, ko'rinishi ham, rivojlanishi ham o'shanga qarab yana bir bor keldikki, biz Tojikistondanmiz. Xudo shunday odamlarga ro'para qilganiga shukr deymiz. Yana niyatimizki yaxshi nog'illardan olib borib yana ishlaga shu bog'da davom berish. Do'stlar, assalomu alaykum. 2025-yil 7-oktyabrda Hoji akamga 2 yildan beri ko'chat jo'nataman, lekin o'zini WhatsApp orqali ko'rmaymiz, jo'nataveramiz, ba'zan pulni perevod qiladi. Xudo xolisa Tojikistondan kelib, Tojikiston qayerdan Hoji aka? So'g'd viloyatidan. Ashaqdan kelibdi, mana Xudo xolisa kecha Hoji akam bilan ko'rishib nima qildik? Mana ertamanda shopda olib boq qilaman. Boq qilishim kerak. Bergan ko'chatlaringizdan baraka topdim deb kelgan ekan. Mana poliyadamiz do'stlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana Tojikistondan nimalar ham bo'lsa, Xudo xolisa ko'chatlar Xudo xolisa noyabrdan boshlaymiz Hoji aka. Xudo xolisa tomirlar bandurlar beramiz do'stlar. Mehnatlarga do'stlar, yoqqan bo'lsa like bosmaymiz. Hoji aka, kelganingizdan xursandmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarga uchrashaylik.